Xalqaro yo'q aka. Savdo qilgani yo'q aka. Berasizmi? Sizga sotaman. To'g'riga bering. Men chi odamlar qo'shganda 200 ming 300 ming qo'shganda bo'layapmanmi? Men qo'shilman deydi. Shundagida. Agar molingizni to'g'riga bering. Bering aka shuni aka. 100 ming men beraman. 25 ga borib qo'la. O'shanga 100 ming o'tib bersangiz oldim o'g'il bo'ladi. Yo'q 100 ming o'tib bersangiz oldim. Qarang aka, qo'lingizni bering, men sotib oldim mashina oldi. Aka xursand bo'lasiz. Aka, gapirishtiring. Bo'ldi, baraka. Gapini oldim, xursandman. yo'q aka 100 ming kami. Aka, voy, hammachi o'zingizni ko'zingiz kesib qo'ymang aka. Oshasi bor. Cho'tini og'irib qo'yapsiz. Cho'tini og'irib qo'yapsiz. 20 mingga qo'shmayman dedim-a sizga. Qo'shmayman, 25 ming qo'shib oldim. Kelaganyapsiz. Agar 100 ming so'mdan molingiz arzon bo'lib ketsa bermaysiz. Bering shu akaga. Berilmaydi. Beraman deyapti. Men olmadimmi gapini? Oldim aka. 9 Bilan gap oldim aka. Voy, magazin emas bu. Xursandchilik bilan oshib. Yo'q, ko'tini kesib qo'yapsiz 100 ming pul. Ustida aytdim, ustida deb turibman. Shuni aytmaganingizda beraman, lekin og'irib qo'yapsiz. Olmayman bo'lmasa. so'mga qimmat. Berasizmi? Qimmat 100 ming. Bermaysizmi? Hech pul talashyapti. Aka, Menga qimmat. Nima desa men ham o'rab qo'yapman, ha, qo'shmagan emas. Birov so'raga ham olmayapti. berasizmi? O'sha bu qarayda tirchilik shu aka. Barakasini bersin. Barakasini bersin. Shey, barakasini bersin. To'lashmay oling aka. Gap 100 ming emas, qanchalik? Akamdan imkonlar sizga gap, aka. Ishlar bitsin deb gapirib qo'yaman. Onini beraymi? Aka, menga kim olsa ham qiziq yo'q, berasizmi? Kim olsa ham qiziq yo'q, menga berasiz. Bering onasi. Aka, bu qarayda 100 ming so'mga talashmay bering onasi. Ustida aytdim aka. Aka, bunday narsada yo'lda qo'ying. Menga mana shuni mol berasizmi? Bering onasi. Naqlas odam bo'lsa, beraymi onasi? Aka, barakasi bersa bering shuni. Qancha qildingiz? 24 ming 9 ming berasiz. Menga ashidin. Yo'lib qoldi. 50 dan bo'lishamiz. Endi bering. To'g'rimi? 50 ming o'tiraverim. Aka bering endi. Og'ir olmaydi. Og'irroq qolyapti. Bering. Men bo'ldim mana. Talasatdagi dehqon ekan, bering endi shu aka. Og'ir olmaydi, ustida aytdim. Voy, hech kim o'ziga kesmagan. Oldim, 50 ming kamiga. 50 ming kamiga oldim. Voy, 5 ming 10 ming. Matalashmaydi aka, bering endi shuni. Siz aytganga olmayman lekin. Ustida deb turibman. Aka berasizmi? Voy, 50 ming nima ber? Olmaysizmi 50 mingga? Mana shu metr chiqib ketadi. Qizig'ida bering. Qizib qoldi dema aka, mol ko'p. Aka, unaqa bola emasman men aka. Qo'yvan. Qo'yvan. Ammo hamma tomoshabin bering aka, qizig'ida. Lekin aka, baliqchaga tirishlik qilyapsiz, omadingizni bersin. Oladigan odam bo'lsa, bunaqa qilib bo'lmaydi, sizga bor. Men qara, eshittiring. Bunaqa o'yin 24 million 800 ga oldingizmi shu molni? Halollaydi. 24 million 800 mingga olib 200 mingga olinmaydi. Men eshitib qoldim, bir so'ygan odamni. O't berasizmi? Yo'q, o'tmayman. Yo'q, bering ashini. Oling aka, ustida aytdim, turganim uchun beray deyapti. Yo'q, kesib qo'ymagansa berardim. Gap yo'q. Mana shu o'yinni to'xtab turing. To'xtabdi. Inshaalloh. Aka, siz aytgan narxga olmayman. 25 ming so'm qo'shib beradi. Bering. Bor baraka. Bor baraka. Xo'p, mana shu buqa sotildi mana. Nech pulga ketdi endi aka? 25 ming. 25 mingga qancha? 25 million so'm mana do'stlar, mana o'zlaringga meshkirib qo'ydim. Nech pul oldi? Xo'p, bo'ylarni ortib do'stlar. 25 million. 120 atrofida mana. Baqiladigan variant, oyoq qo'llar uzun mana. Barakasini bersin do'stlar. Kiriga yog'ichi ketdi aka bu? Kiriga yog'ichi ketdi. Qancha ketdi dedingiz? 32 million 100 ming so'mga mana shu ko'rib turgan buqalaring sotilgan do'stlar mana.
Bo'ylari 1.25 atrofida. Mana baraka bo'lib tiriga oyog'i. Shved buqa. Orqalari korobka xudo xolasa. Mana güzel holatda ekan. Xo'p, mana bu joydan yana bittasi turib chiqqan. Aka, bunisini qancha deyapsiz? Nargis. Nargisimi? Uchinchi maydana? Nech pul deyapsiz unisini? 32 deyapti. Bunisini 32 million deyapti. Buni ham bo'ylari shunaqa chiqadi, mana. Orqalarini ham ko'rishlari mumkin. Semizliklari yaxshi nix o'ziga nisbatan. Yoqsiz semirgan variantlari. Mana bu joyda ham buqalar chiqqan mana. Narx-navolarni sekidan yoritib berishdi. Xudo xolasa boshladik. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar va chorva ishqibozlari hamda YouTube foydalanuvchilari. Do'stlar, bugun haftaning 7-kuni 25-yanvar 2026-yil. Do'stlar, biz bugun Andijon viloyati Baliqchi tumani Baliqchi chorva mol bozoriga tashrif buyurganmiz. Sizlarga bu qismga qo'ldan kelgancha mana shunday semiz buqalarni taroziga qancha bo'layapti, tiriga oyog'i qancha bo'layapti, yemlashga tayyorlaridan, yemlangan variantlaridan birma-bir yoritishni boshlaymiz. Mana do'stlar, qanaqa buqalar chiqqan ko'rishlari mumkin. Buqani qaranglar do'stlar, semirganini qaranglar. Qaranglar. O'zi ham jayam qolmabdi orada. Mana do'stlar, ko'rishlari mumkin. Akalar sotilmayapti, nima bilan? Yo'q, hech qaysi sotilgan. Bozor endi boshlanyapti. Mana erta tongdan videolarimiz boshladi. Bozorda eng katta buqasi do'stlar mana shu ekan mana. Hozircha baraka bo'lishiga yoritamiz do'stlar mana. Tegadan qo'yishni boshladik. Kattaligini qarang, gavdalarini do'stlar. Bo'ylari 1.45 kilo olaverasizlar. Katta buqa. O, mana bu joyda mana buqalar chiqqan. Yemlasa ham bo'ladi. Xo'p. Aka, nech pul deyapsizlar buni? 33 million so'm deyapti. Bo'ylari 1.15. Ajoyib kalta parodasidan ekan do'stlar, bu qaranglar. Orqalarini qaranglar. Yaxshi semirgan mana. Har yana dalshi boqsa bo'ladi. Bozor pul bermadimi aka? Endi keldinglar, ha? Xo'p, savdolar deysiz. Aka, buni nech pul deyapsizlar? 35 million so'm kam bor, bo'ylari 1.20 atrofida. Buqani qaranglar do'stlar, sifatini qaranglar. Ya'ni dalsh, ya'ni boqsa bo'lar ekan-a buni aka? Xo'p. Bozor pul bermadimi aka? 30 million so'm savdosi bo'pti mana. Ishqibozga umr etmaysizmi aka? Foto'ramiz, ha? Orqalarini ham yoritib qo'yaman. Mana do'stlar, sifatlari. Aka, nech puldan beryapti? Mosiga 29 bering. Mosigami? Ko'rib turgan buqalarning 29 million savdosi bo'lyapti mana do'stlar. Bo'ylari 1.20 atrofida. Hali yana darshi boqsa bo'ladi. Shved ishqibozlar shu mana bu joyda ikkita shved ham bor ekan. Ulardan ham baraka bo'lishiga bularni yoritamiz. Xo'p, yemlashga tayyorlaridan do'stlar mana. Qator terib qo'ygan. Xo'p, sizlarga iloji boricha olingan baraka bo'lganlarini yoritib ketamiz do'stlar mana. Qanaqa sifatli buqalar chiqqan mana buqani ko'ringlar mana do'stlar. Mana. Mana bu tomonda ham buqalar chiqqan mana. Bugun yaxshi kelgan buqalar, havo sovuq bo'lishiga qaramasdan buqalar ko'p chiqqan. Bozor endi boshlanyapti, barakalarni yoritamiz xudo xolasa. Aka, nech puldan ketdi tog'a? 8 million. Qaysi ikkovi? Mana shu ikkovi, do'stlar mana 48 million so'mga ikkovi baraka bo'ldi. Bo'ylari 1.20 ga borib bormaydi. Boqsa bo'ladigan variantlar do'stlar mana. Xo'p, do'stlar, mana shu ko'rpash, ha? Mana bu odam oldi balashdi. Yo'q, mana shu buqami? Mana shu ko'rib turgan buqalarning do'stlar bo'ylari 1.15 ga boradi. Xo'p, 29 million 100 ming so'mmi? 24 million 900 ming so'mga baraka bo'ldi do'stlar mana. Mashinga pul beryaptimi aka? Qancha beryapti? Qancha beryapsiz aka? 61 ming so'mdan taroziga so'rab turib ekan buqani do'stlar. Arodasi qanaqa buni? Kelmikka chachishganmi bilmadim. Buqa ham o'zi ham naq semirgan ekan. Aldalshi boqsa bo'ladigan variantlari do'stlar mana. Mana shu savdosi bo'lib turibdi, barakasi bo'lishiga buni ham yoritamiz mana. Bo'ylari 1.20 ga boradi do'stlar mana. Qancha beryapti? 50 berim deyapti. Ikkoviga? Bular 47 million 500 ming qilyapti. 47 million 500 ming so'm beryapti ekan. Akamiz 50 ming so'mga sotaman deyapti ekan. Do'stlar, bo'ylari 1.20 ga boradi. Xo'p, orqalaridan ham bir yoritib qo'yamiz. Xo'p, paltarashga variantlar do'stlar, olib yemlaydigan. Buqani qaranglar, sifatlarini qop-qorasidan sizlaganlar, qop-qorasidan orqalari ham, oyoq-qo'llari uzun mana. Olib baraka topadigan variantlari, savdolar bo'lib turibdi mana. Xudo xolasa baraka bo'lish bilan yoritamiz. Xo'p, bu tomonlarda ham do'stlar ko'rishlari mumkin. Paltarashga buqalar chiqqan. Qator terib qo'ygan. Xo'p, shved ishqibozlari uchun mana oq quloq, oq tumshuq go'zal variantlaridan ekan.
Bularda ham narx-navolarni yoritib qo'yamiz. Nomerlarini, 5 nomerlarini qo'yib qo'yamiz. Akalar kimdan ekan bu qolar? Nech bo'lgan deyapsiz bularda? 27,5 5tasi mana shu turgan. 5tasini 27,5 million so'mdan mana kam bor ekan. Bozor puli beryaptimi aka? Qancha beryapti? 25 million so'mdan so'radi. Bo'ylarni qanchaga berasiz? Bo'y qancha chiqadi aka? 1.15 pul solib olasiz do'stlar, 1.20 ga bormagan. Bo'ylari 1.15 atrofida ekan do'stlar. Xo'p, barakalarni bo'lyapti mana bu joyda. Qanchaga chiqdi endi? 49 million so'mga chiqdi mana. Do'stlar, mana shu yerda ikkala buqalar mana. Ya'ni mana shu joyda barakalar bo'lyapti mana. Sotaversan aka. Men beraman. Murat aka. Ey, inson sizga uchun. Oldingiz 1,5 millionga chiqdi do'stlar, mana shu ko'rib turgan buqalar mana. Ikkovi. Xursandmisiz? Ha, boqadigan ekan. Yo'lkira polkirasini o'zi qo'yadi bobar aka. Xursandmisiz? Xursandmisiz? To'xtang, xursandmisiz? Siz uchun. Xursandmisiz uchun. Hozir aytgan gapingiz o'qilyapti. Xursandmisiz? 49,5 million so'mga akikachilikka. Qo'shing. Ya, qo'shing. Yo'q, to'xtang. Murat aka. haligi odam o'shanga to'xtang, 4 soat hali aytyapti, ertalabdan beri o'sha odam qo'shganini qo'shib ketsa, men baqamanmi? Menga aka 200 ming 300 ming o'lib ketsin. Qo'shing, bitta qo'shing. 49,5 million so'm. Yo'q. Murat aka, istemangiz ketyapti. Uloq narsa qilmay, Barakani bering. Aka, bitta qo'sh so'raymi? Baqasiz ekan jon aka. Murat aka, qo'sh so'rang. Siz bilan bizga yarashmaydi. Qo'sh so'rang. Bo'ldi, qo'sh so'rang. Aka, bitta zo'r o'tirish kerakmi? Dehqon bilan dehqon sotish qoldi do'stlar mana. 500 ming qo'sh so'radimmi? 500 ming qo'sh so'radimmi? 500 ming qo'sh so'radimmi? Alloh. Bor baraka. Nech pulga ketdi endi aka? 49,5 million so'm bo'ldi bilmadi do'stlar, mana shu ko'rib turgan buqalar. Orqalarida yon boshlarini yoritib qo'ydik. Olganga sotganga ham barakasini bersin. Akamiz baqqan opda, mana dehqon akamiz baraka bo'ldi. Baraka oldi. Birola masha gapga. Dehqonda dehqon ketdi do'stlar. Akalar oldinglarmi? Nech puldan bo'ldi? 23 million bo'ldi. 23 nargischi? Ulug'bek aka, men hozir bog'lab qo'yaman. 23 million so'mga do'stlar mana shu mana olingan bu. Mashaqqa birola. 15 atrofida do'stlar mana ko'rishlari mumkin. Sifatlari o'rtacha holatda mana. O'zimiz jaydari mesli buqalar. Aka, bu qancha bo'ldi bilmaysizmi? Sotilgan. Bu ham sifatlari go'zal ekan mana. Bozorlar bilan bir tanishtirib qo'yaman do'stlar, qanaqa odamlar chiqqan, qanaqa mollar chiqqan mana. Xo'p, mana bu qancha bo'ldi? Aka, sotilgan bilmaysizmi buni? Xo'p, savdosi bo'lib turibdi ekan mana. Qancha so'rayapti endi buni? Xo'p, 33 million tirik oyog'iga mana do'stlar so'rab turibdi ekan mana shu joyda mana. Xo'p, bo'ylari 1.25 atrofida. Greenfordga chatishganmi, sementarga chatishganmi, gibrid variant ekan. Orqalari ham keng, go'zal holatda. Aka, qanchaga chiqdi endi savdosi? 33 ga chiqdi. 33 tirik oyog'icha. Tirik oyog'icha 33 million so'm savdo qilib turibdi. Xo'p, tortib ko'rgan ekan akalar, 594 kilo kelibdi vesiga. Lekin tirik oyog'icha savdo bo'lyapti mana. O do'stlar, mana shu ko'rib turgan buqa mana hali yoritdik, baraka yo'q. Nech pulga ketdi aka? 62,5 ikkalasi ketgan. 62,5 million so'mla mana 2,5 kilo skitkasi bilan ketdi mana do'stlar. Ko'rib ko'ringlar. Bo'ylari 1.15 pir so'rasizlar do'stlar mana. Qancha chiqdi kilosi aka? 80 kilo. 480 kilo chiqdi do'stlar, mana 62,5 ming so'mdan 2,5 kilo skitkasi bilan. Mana bu joyda ham bitta buqani savdo qilyapti ekan do'stlar mana. Bo'ylari 1.25 atrofida o'zimiz jaydari mesli buqa. Aka, qancha beryapsizlar? 27 millionga savdo o'tib oq turib oq quloq olib baraka topadigan variantlardan buqani ko'rib qo'yishlari mumkin aka mana. Akalar. Xo'p, mana bu joyda ham paltarashka variantlari chiqqan do'stlar mana. Qora ishqibozlar uchun olishqibozlar, Greenfordga chatishgan gibrid variantlari ham bor ekan bu joyda mana. Orqalarini ko'rishlari mumkin. Aka, nech pul deyapsiz buni? Nech pul deyapsiz? 27. 37 million? 27 million. Bozor pul beryaptimi? Qancha beryapti aka? So'radim bozor? 25. 25 million so'm mana do'stlar, bu savdosi bo'lib turibdi ekan.
Barakasi bo'lishiga yoritamiz. Aka buni qancha deyapsiz? 32 million deyapmiz. 32 million. Qanaqa chatishkami Gerenfordga deymi aka bu? Shohdor varianti. Tushlarni qaranglar do'stlar. 28 million savdosi bo'lib turibdi mana buni. Buni barakalarini bo'lyapti. Qanchaga chiqdi endi akalar bu? 27 million 200 mingga chiqdi mana. Aka baraka bo'ldimi bu? Sifatlari go'zal holatda ekan mana. Xo'p, do'stlar mana va nihoyat baraka bo'ldi mana shu qizil ola. Qanchadan ketdi? Kilosiga? 59,5 milliondan ming so'mdan 11 kilo skitkasi bilan do'stlar. Nisbatan qoni qorni bor. Taroziga qo'yishga buni ham yoritamiz mana. Mana orqalarini ko'rib qo'yinglar do'stlar. 59,5 ming 11 kilo skitkasini 59,5 ming so'mdan savdosi bo'ldi. Nech puldan ketdi bu? 28 million. 28 million so'mga mana sherigi ham sotilibdi. Bo'ylari 120 atrofida mana. O'zimiz jaydari Messi buqa mana. Ertamatanda kirganda yoritib ketdi mana. Savdosi bo'libdi do'stlar. 60 mingdan bo'pti. 60 mingdan qancha chiqdi kilosi? Qancha? 664 kiloshi do'stlar mana taroziga mana shu. 60 ming so'mdan bu 5 skitga. Qani ko'ringlar semizliklarini do'stlar mana. Bo'ylari 1.25 dan ziyod. 537 Voy javor aka, shu yaxshi ko'rib turgan buqalar. 63 ming so'mdan savdosi bo'ldi mana. Barakasi. Kilasi qanchadan bo'ldi? Yaxshi yoq semirgan ekan. Xo'p, do'stlar, ko'rib turgan buqalaring 60 ming so'mdan taroziga sotilibdi mana. Bo'ylari 1.25 atrofida. O'zimiz jaydari mesli buqa. Xo'p, do'stlar, mana shu ko'rib turgan buqalaring bo'ylari 1.20 ga bormaydi, 1.18 atrofida. O'zimiz jaydari mesli buqa 24 million 100 ming so'm mana bu joyda do'stlar savdosi bo'lib turibdi ekan. Barakasi bo'lishiga yoritamiz mana. Dehqon bilan chamom dehqon shekilli. Qancha ketdi aka? Nech pulga ketdi? 24 million 100 ming so'mga mana baraka bo'ldi do'stlar. Ko'rib ko'rasizlar, uyda mol boqayotganlar mana shunday buqalaring bo'lsa solishtirib qo'yaverasizlar mana sizlarga tayyor shablon. Xo'p, do'stlar qaranglar, mana shu ertamatanda yoritdik. Mana shu buqani, hop, bo'ylari 1.25 plus olaverasizlar mana. Hop, mana bu joyda endi savdosi bo'lyapti ekan. Hop, ertamatanda so'rab ketgan 36-37 million so'm berib ketgan, bermagan ekan. Hop, endi hozir savdosi bo'lyapti 37,5 million so'mga savdosi chiqdi. Hop, 15 oylik atrofidagi buqa. 1 yil boqqan ekan akamiz olib mana. Hali dalshi boqsa bo'ladi. Taroziga so'rab turibgan 64 ming so'mdan taroziga so'rab turibdi mana do'stlar. Obzoriga motor. Shved ishqibozlari shunday do'stlar, mana bu joyda mana shved ham chiqqan. Hop, iki bosh savdolari bo'ldimi ekan, hozir bularni yoritib qo'yamiz. Aka, nech bo'ldi ya shvedlarni? Shvedlarni 45 kami bor deyapti. Ikkovi jupini, ha? Jupini. Oq quloq, oq tumshuq, haqiqiy quloqda mana skanerlari bilan stakan tuyoq, oyoq qo'llari uzun. Shved bonosi Germanskiy shved. Germanskiy shvedga Qirg'iziston parodasi bilan do'stlar. Arginisini 20 million 200 ming qildi, bonosini 20 million 100. Mana savdolar 20 million 200 ming, 21 million 21 million 100 ming so'm savdosi bo'lib turibdi-kan mana. Sotilgan yo'q ekan, olib rasm boqadigan ishqibozlar uchun, shved ishqibozlar uchun mana. Hop, aka ishqiboz nomer aytib ketasizmi? Telefon nomer? Ayting nomerlaringizni. 99 lik. Hop. 320 52 78. Xo'p, bozoringiz bo'lsa, kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqaverasiz do'stlar mana. Xo'p, mana bu joyda mana Greenford ishqibozlar uchun Greenfordlar ham chiqqan mana. Bu aka nech bosh ekan bular? 5 taga nech puldan deyapsiz? 22 milliondan kamroqga bozor puli beryaptimi? 20 million so'mdan 9,5 million so'm, har xil 8,5 ham so'rab turibdi-kan. Savdolari bo'lib turibdi mana. Orqalari ko'rishingiz mumkin mana. Keng holatda bo'ylari 1.5 atrofida chiqadi. 1 metrlari ham bor nisbatan. 1.10 ga tortadigani ham bor ekan mana. Bo'ylari har xil holatda. Xo'p. Aka ichki ovozga nomer aytasizmi? Telefon nomer 93 aytavering. 415 22 72. Kimga qiziq bo'lsa mana aloqaga chiqarasizlar, dastavka xizmatlari bor. Qayerdan qayergacha dastavkalarsiz aka? Dastavka olib borib beramiz aka. Oddiy bo'ylab yetkazib berasiz-a? Oddiy yo'q, kelishadigan holatda mana do'stlar. Asosiysi telefon qilib bog'laninglar. Aytilgan narxlar muhim emas, qilingani ham muhim emas. Xo'p, do'stlar, olani savdosiga qaytamiz yana.
Xo'p. Qanchaga chiqdi endi aka? Qanchaga chiqdi? 37,5 million so'mdan. Hali ham oldiga yurmabdi do'stlar mana. Chobon 37 million so'mdan bergan shekilli akamiz. Mana savdolari bo'lib turibdi mana shu joyda mana. Shu olani oldi yana bitta xuddi mana shunday buqa turibdi. Bo'ylari 1.25 atrofi. Nech pul deyapsiz tog'a buni? Bu nech pul deyapsiz? 37 million so'm tirik oyog'iga qancha so'rayapti buni? 60 ming. Tarozigami? Taroziga 60 ming so'mdan so'rayapti. Tirigicha so'ramadimi aka? Yo'q. Xo'p, mana sifatlarini ko'ringlar. Xo'p, yana dalshi boqib yemlasa bo'ladigan 15 oy atrofidagi buqa do'stlar mana. Nima qilib boqdi? Mana sifatlari. Xotinlik yurib qoladimi? Xo'p, navbatdagi buqa ham. Mana ko'rishlari mumkin mana. Sifatlarini ko'ringlar. Bo'ylari 1.25 atrofida bu ham. 14 oylik, 13,5 oylik atrofidagi buqacha. Xo'p. Yemlasa ham bo'laveradi. Hali anchalik boqsa bo'ladi. Yemga tayyor variantlari mana. Aka nech pul so'rayapti buni? 28,5 qilishyapti aka. 28,5 million oyog'icha berib turibgan, sotgani yo'q ekan. Qancha narx aytyapsiz o'zi? 32 kam bo'ldi. 32 million so'm kam bor ekan mana do'stlar. Ko'rishlari mumkin. Ishqibozlik nomeri ham qo'yib qo'yamizmi aka? Ayting nomerlaringizni. 94lik. Hop. 402 0606. Yana bormi uyda ham? Bor aka, kerak bo'lsa boqmaymi, semizmi? Kimga qiziq bo'lsa mana aloqaga chiqaverasizlar do'stlar. Bor ekan yana tag akalarimizda. Bu aka olani qancha berdi endi oxiri? Qanchaga chiqdi savdosi? 33 million 800 ming aka. 33 million 800 ming so'mga mana savdosi bo'lgan do'stlar. Barakasi bo'lishiga yoritib boryapmiz mana. Uyda mol boqayotganlar. Mana shunday moli borlarga tayyor shablon solishtirib qo'yaverasizlar mana. Do'stlar mana shu ko'rib turgan shvedlarning 28 million 300 ming so'mga baraka bo'libdi mana. Oq quloq, oq tumshuq sifatni qaranglar do'stlar mana. Shved ishqibozlar uchun stakan tuyoq, tuyoqlarga ahamiyat beringlar. Bo'ylarga ahamiyat beringlar. 1.20 plus olaverasizlar. Orqalari oq mana, go'zal holatda mana. Mana buni sotilibdi 26 million 300 ming so'mga baraka bo'libdi mana. Savdolari ko'rib ko'rasizlar. Mana go'zal holatda. Mollar ko'p chiqqan, lekin xaridorlar nisbatan bugun sog'ligiga nisbatan kam kelgan do'stlar. Xo'p, mana shu joyda mana Greenfordlar ham borgan. Kimdan aka bular? Kim sizlardanmi? Donasi? Bozor puli beryaptimi? 30 million so'mdan mana savdolari bo'lib turibdi. 35 million so'm kami bor do'stlar deyapti mana. Semizliklarini ko'ringlar mana. Yaxshi semirgan. Xo'p, bo'ylari 1.20 plus atrofida buqani ko'rishingiz mumkin mana. Tepalariga ham ahamiyat beringlar do'stlar. Mana. Yonda jaydarlari ham bor ekan. Aka, bular qancha deyapsiz jaydarlarda? Sizlarga emasmi? Xo'p, kimga qiziq bo'lsa mana obzoriga kematur. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Mana hozir nomerlarini ham yoritib qo'yamiz. Ostilarini ham ko'rishlari mumkin. Qaranglar, semizliklar. Aka, nomeringizni aytib boring. 50lik 002 002 216. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar do'stlar. Xo'p, do'stlar, va nihoyat. Va aka, baraka bo'ldimi bu? Nech pulga ketdi? 8 million. 38 million so'mga va nihoyat baraka bo'libdi do'stlar. Mana bir aylanib kelganimizcha barakasini ola olmay qolibmiz. Shuncha guvohlar orasida mana sotilibdi mana shu buqamiz. Mana bittadan mana shu joyga gumillatib lahlarni bosib ketaverasizlar, niyat qilganlar. Mashalloh deb ketasizlar. Mana shunday mol inshaalloh sizlarda ham o'g'illaringda yo'q bo'lsa bo'ladi. Xo'p, do'stlar. Katta buqalarni ham bir xabar olib qo'yamiz. Savdolar nima bo'lyapti? Greenford. Aka, bunga qancha berdi? 21,5 million so'm beryapti. 21,5. Gaz uzun ekan buni ajoyib. Sifatlari. Sementalmi bu? Hamma Greenford. Lekin u nisbatan juda o'xshaydi. Orqalarini ko'ringlar, oyoqlari tik holatda mana. Sifatlari o'ta go'zal holatda. Bir dona ham aka sizda? Yo'qmi yana uyda? Xo'p, bozoringiz bersin aka. Mana shu joyda mana katta buqa bor edi. Shuni savdosini to'g'risi bugun yaqishmadi ko'pchilik mana. Bozorda eng katta buqalari. Akalar qanchaga chiqqan bilmadinglarmi kattani? Hech bo'lgan bilmaydan tog'a, katta buqani? 61 ming so'mdan mana taroziga so'rabdizlar. O'zimiz jaydari misli buqa mana. Sotilmagan. Katta buqani
o'ta kattalarini xaridori to'g'risi kam bo'ladi. Mana sifatlarini ko'ringlar do'stlar. Obzor 24. Mana do'stlar. Savdolar o'ziga yarasha bo'lib turdi. Do'stlar, o'tkazgan vaqtlaringizga rozi bo'lasizlar. Bizni kuzatishda davom etinglar. Hammaga rahmat, omad, salomat bo'ling. Bittadan like bosish esdan chiqmasin.